Allohim mana shu Sherqo'z aka klinikalarga 20 yildan beri shulardan dori olib ichamiz. Bolam saraton kasali bilan kasallangan. Ilohim mana shuncha yildan beri Xudo umr berdi. Shu dorilarning foydasida yashab kelyapti. Tanjonligi sog' bo'lsin, umrligi uzun bo'lsin, ilohim qilayotgan ishlari xayrli bo'lsin. Alloh hamma shu odamlar davolayotganlarni hammasini savobini darajatini oshirib bersin. O'sha qarib yursinlar, bolalarini baxtdan rohatlarda ko'rsinlar. Mana shuncha yildan beri doktorlar allaqachonlar o'lib ketadi deyishgan edi. Har ko'rishganda hali ham yuribsanmi deb o'zidan ham so'rashadi. Allohim shu dorilar, shu giyohlarni beryaptilar, shuni ichyapti damlab. Avvalo Xudo shularni orqaligidan shuncha yil mana yashab yuribdi. Alloh nasib qilsa, shifosini bersa, tuzalib ketadi degan umidim yo'q emas meni. Allohdan umid qilaman, shu o'tlarni, giyohlarni anaqasida shularni yordamligida yurib ketadi bolam yana. Alloh shu kunlarga yetkazsin. Sizlarni ham tan joninglar sog' bo'lib, umringlar uzun bo'linglar, ilohim. Bolalaringlarni baxtini ko'ringlar.